Assalomu alaykum aziz xalqim, aziz yurtdoshim. Yoningizdan bir so'm chiqarmasdan ehson qilishni xohlaysizmi? Unda so'zlarimni oxirigacha eshiting va bu so'zlarimga siz ham qo'shilasiz degan umiddaman. Keling, yurtimizni, atrof muhitimizni toza saqlab, atrof muhitimizni tozaligiga rioya qilayotgan, ularni sipirib, sidirib, taxlab, artib, musorlarni yig'ishtirib yurgan oddiy bizlar ahamiyat bermaydigan oddiy insonlar bor-ku, ko'cha sipiruvchilar, ko'cha tozalovchilar. Shular nomiga 10 ta barmog'imizni ochib duo qilaylik. Ular borligi uchun minnatdorchilik bildirib, ular haqqiga duo qilaylik. Bu aslida eng katta va eng foydali savobli ishimiz va ehsonimiz hisoblanadi. Keling, siz ham qo'shiling. Shular borligi uchun va bizlar uchun, atrof muhitimiz uchun xizmat qilayotganligi uchun, yanayam ular shijoat bilan qilishi uchun, yanayam ular mas'uliyat bilan yondashishi uchun bizlardan xursand bo'lib, yanayam qilishsin, yanayam tozalikka rioya qilishsin va xursand bo'lishsin. Bizlar ham ahamiyatga ega ekanmiz deb eshitsin. Bu so'zlarimizni, bu duolarimizni mayli yozmasangiz ham, mayli nimadir bildirmasangiz ham, o'zingiz shunchaki Alloh bilsa bas, 10 ta qo'lingizni duoga ochib, 3 ta og'iz so'zingizni ayamasdan ehson qiling, savobli ish qiling. Aslida bizlardan nima qoladi? Aslida bizlardan yaxshilik qoladi. To'g'rimi, aziz xalqim?